Turishimmi? Turishim. Bo'g'irsoqlarim, turishingiz nechi pul? Turishimmi? Turishim. Nechi pul endi? Nechi pul endi bu turish? Balki qimmat bo'lib ketdi lekin yechganingizdan keyin. Xullas qarang, bugun zarralardan, mangoladan iborat kiyimlarim. Xo'p. Shu palto o'tgan yili Yechgan paltongiz nechi? o'tgan yili Turkiyada 200 dollarga olganman. Turkiyadan. Xo'p. Mam ko'y nechi? Boshqachasi ekan. Million. 1 million. Oyoq kiyimchi. Oyoq kiyim 1 million atrofida o'yam. Mana bu ukrasheniyalarchi brilliantmi bular? Voyda. Bo'ynimdan yulib ketishmaydimi? Yilib ketishadi ehtiyot bo'lmasangiz. Nechi pul? Oq tilla bilan brilliant bu podarka bo'lgan, bilmayman. Yo'q, qo'lingizda-chi, qo'lingizda nimalar bor? Qo'limda kartiya va тоже 750 probali Dubai tillasi. Buni ham bilmaysiz bu narxini. Tak, bilaman, o'zim olganman. Tak, 2000 dollarga yaqin. 2000 ga yaqin, ha? Endi bo'g'irsoqlarimdan uxlolmaymanga o'tkazil. Da, ashula aytyapman. O'tdan ko'proq pul topsa bo'lar ekan. Yo'q, nechi pul topasiz? Sir bo'lib qola qolsin. Sizdan bilasiz, qayerda pul borligini? Dada litsenziya oldim. Yo'q, wow, zo'r. Ikki og'iz, ikki kuplet bo'lsa bitta ashulangizda. Kechqurun uxlamayman, vaqtli turolmayman, baribir buni eplolmayman. Har kun. Wow, masha lekin gap yo'q, sizda turishingizga lekin. Bizning homiylarimiz tomonidan sizga sovg'amiz bor. Dugona brendidan полный lineyka uходовый kosmetika. Hamma narsa bor, SPF dan tortib, umyvalkagacha hamma narsa bor. Bitta ishlatib ko'rib o'zingiz aytasiz. Mana shu takoy turishingiz uchun sizga sovg'a bo'ldi. Rahmat, assalom. Buram yaxshi Voy, o'rtoqlar, uxlolmayman turishlari nechi pul bo'ldi? Uxlolmay nechi pul ekan turishlari? Hamma kiyim, hamma narsalari bilan o'zingizlar hisoblanglar. Podpiska boshini tutmang, keyingi ishtirokchi aynan siz bo'lishingiz mumkin. Rahmat, ko'proq uxlang. 17 tutyapsizmi? Turishingiz nechi pul? Assalomu alaykum. O'zingiz turishingiz nechi pul? Voy, siz serios tushunarkansiz. Lukizni men nazarda tutayotgandim lekin. Shunaqa deydi, savolni qilib berar ekansiz. Endi bizning fishkamiz shunaqa-da, opa. Xo'p, lukum? Bir boshdan boshlab aytursiz. Tak. 17 dan boshlaysizmi? Yo, 17 million narxini xo'jayinim padab qildilar. Bu berishga bilmayman to'g'risini. Qochib ketmang. 50 dollarmi shunaqa bo'lsa kerak. Xo'p, 900 ming so'm. Bunaqa qimmat kiymayman. 900 ming so'm. Oyoq kiyimchi. Shunaqa. Lekin moslab kiyinar ekansiz, qimmat kiymaysiz. Oyoq kiyim Vitachiniki bizda 2,5 millionmi shunaqa edi, adashmasam. Hop, sumkasi. Dolce Gabbana. 2000 atrofida. Ukrasheniyalaringiz menimcha bu yoqda men brilliant farqiga boraman, eng qimmat bo'lsa kerak. Nechi pul mana shu hammasini optim qilib ayting. Optim qilib aytsam, tak. Bu tennisim 9 ming. Kecha men ikkitasini oldim, 3 ming. 3 ming? Mana bu ikkitasi 3 ming. Kecha oldim. 3200 ga oldim. 3 ming. Wow. Mana bu 6 ming. Buni bilmayman. Tursiyadan yerim beradi. Zuchi 2 ming bu. Voy. 10 mingdan qimmat mana shu qo'llaringizda yotibdi. Siz blogersiz taniyman. Bundan tashqari savolingizni ko'rib kecha ko'rdim. Nima uchun qo'pol savol berar ekan bu qiz deyotdi. Asabingiz buzildimi? Nima ish qilasiz undan tashqari, blogerlikdan tashqari? Blogerlikdan tashqari men o'zi kosmetolog, anaqam. Lekin hozir kosmetolog bo'lib ishlamayapman, do'konim bo'lgan. Do'koningiz bor? Men hozir bolalarga qarab uyda erimni duo qilib o'tiraman. Yerim bor bo'lsin-da. Homiylarimiz tomonidan sizga sovg'amiz bor. Mana Seven Saber premium pistalari. O'zbekistonda hali yo'q. Kokos tamli tatib ko'rasiz, fikringiz aytasiz. Zo'r. Tatib ko'rganmisiz? Xo'jayinim olib keluvdilar. Yo'q, mana sizga sovg'a. Kokosovый и nimadirlisi bor edi. Fikringizni aytasiz. Demak, o'rtoqlar, Innani общий luklari, mana bu brilliant hamma narsalari bilan nechi pul bo'ldi? O'zingizlar hisoblab qo'yasizlar. Podpiska boshini unutmang, keyingi ishtirokchi aynan siz bo'lishingiz mumkin. Rahmat sizga. Sog' bo'ling, xafa bo'lmang. Qizlar turishinglar nechi pul? Assalomu alaykum. Siz tanidim. Tanidingizmi? O'shancha ochki taqib oldingiz-a, menimcha? Yo'q, naqoch tepadan taqib chiqdim o'zi. Qanaqasi? Nechi pul turishingiz? Bilmayman, bebaho bo'lsa kerak. Mana bu kurtkangizdan boshlaylik, bir ajoyib perchatkalari bilan ekan. Kurtkam o'zini adashmasam 400 mingami, 350 mingami olganman. Yo'q, 400 ming mana shu takoy kurtka. Shunaqa. Kapshonlari bilan yana. Bu отдельно shapchka-yu bu. Bu mam отдельно narsami? Nechi pul bu shapka? Shapchkani bo'lsa bir 200 mingga olganman. Havoja sovmasin. Moda-yu. Ochki nechi pul? Ochkini seryoznisi-yu, Prada. Lekin qimmatga olganman, podarka buni bilmayman. Bilmaysiz-a? Men bu sportivkami? Shalvaringiz nechi pul? Shalvarimni o'zini 350 mingga olganman.
Hop, ichingizdagi Ichimdagi top. Bo'lsa 150 ming, 180 ming bo'lishi mumkin. qimmatmas ekan, budjetni ekan. Oyoq kiyimizchi? Oyoq kiyimimni 700 mingga olganman. Oyoq kiyimingiz qimmat ekan, takun. Soatingiz bor ekan. Soatim ham sog'a. Ukrasheniyalarchi? Bular bilmayman, hammasini sovg'aga olganman. Siz faqat yashab yurar ekansiz-da. Men bu zakolka nechi zakolka? Zakolka buniki. Hop, sizni turishingiz nechi? Men turishimday baho. Voy, kiyimlaringizni so'rabman. Kiyimlarim Chichimol olganman. Utkaz o'zi. Kurtkam o'zi 1 million qancha turga tushdi? 1 million qancha? Men bu sportivga yetkazdim. Mhm. Oyoq kiyimingizchi? Oyoq kiyimim podarka. Sizlar shunda o'rtoqmisizlar? Ha, biz yaqin o'rtog'imiz. Blogermisizlar? Yo'q, bloger emas, Instagramda. Ha, yo'q. Necha yoshsizlar? Menda bor. Ha, blogerlik bor. Ekan chiroyligina qiz ekansizlar o'rtoqlar. Tabiiy qizlar ekan. Mana ikkala qizni turishligi nech pul bo'ldi o'zingizlar hisoblab qo'yasizlar. Podpiska bosishni unutmanglar, keyingi ishtirokchi aynan siz bo'lishingiz mumkin. Sog' bo'linglar. Kattakon. Assalomu alaykum.
Barter. Barterga emas u. Ha, Ishimizchi? ishimim ham shu bir 700 ming, 600 ming bu ham shunaqa. Mana bu shubes. Iye. Shuba necha? Endi siz bular endi yana bir ikkitasi Yo, tilla taqmaganman. Anaqa statistiga qarab. Oddiy yurasiz. Yo, men mana o'zim yasagan ziragim bor. Kamoli Aripov deb yozib qo'yibdi. Nima siz ani keratin qilardingiz, salon ham ochib oldingiz? Salon ochdim. Qani u qolganlar ham maza qilsindi. Shavkat. Endi kimdir uchun kuchayish, kimdir uchun oddiy hol. To'g'risini ayting, yana security bizneslaringiz bor deb eshitganman. Nima bizneslaringiz bor? Bor. Mana sizdagi odamlar oldida majbur turamiz. Endi meni shuncha xafa qilganingizga saloningizga kelaman. Menga любой prosedura VIP bo'ladi. %100 javob. Kelmagan kim? Demagan. Kelaman. Ishta bo'lib qoladi hozir. O'rtoqlar, demak, Kamola Oripovani turishlari, salon-palonlari bilan, security bizneslari bilan Alaykum. Davollimisiz turishingizdan? Tushunmadim. Turishingizdan davollimisiz? Da, davolliman. Necha pul qolib turishing? Juda ham chiroyli qiz ekansiz. O'zbekmisiz? Ya, turkchankaman. Turkchankamisiz? O'zbekchani qayerdan bilasiz? Oyim o'zbeklar, adam turklarda. Siz chiroyli qiz ekansiz. Ko'z tegmasin. Necha pul mana bu kurtchkangizdan boshlang. O'zi ham такой стильный kiyinib qo'yar ekansiz. Kurtkamni Zaradan olgandim. $100 bo'lsa kerak. $100. Hop. Mana bu. Ham Zara. Necha pul? 300 bo'lsa kerak. So'mda. Da, so'm. 250-300 so'm bo'lsa kerak. 1000 so'mda. Rosa qiynalyapsiz o'zbekchada. Mana bu shalvar va nima bu? Buni Oyshadan olgandim. $50 bo'lsa kerak. $50. O'zi ham faqat lyuksli kiyinib qo'yar ekansiz. Oyoq kiyimchi? Balans oyim olib berganlar. Originalmi? Da, original. Necha pul? Bilmayman. Bilmaysiz. Bo'lsa kerak. $100. Hop, yana nimangiz qoldi? Sumka. Da. Original bo'lsa kerak. Yo'q, original emas. Buni ham $100 ga olganman. $100 ga olgansiz. Qayerdan? Shu yerdanmi? Da, shu yerdan olganman. Mana bu uzuvlaringiz tillami? Da, tilla. Necha pul bo'ladi hammasi? Sovg'a bo'lganmi? Da, oyimdan sovg'a bo'lgan. Tishingiz vinir emasmi? Yo'q, Oppoq ekan. Rahmat. Nima ish qilasiz? O'qiyman. Insta. Insta, da. Turetskiy? Bizada bormi shunaqa insta? Da, bor, Westminster oldi. Gap yo'q. O'rtoqlar, qizimizni turishlarini necha pul bo'ldi o'zingizlar hisoblab qo'yasizlar. Turishlardan o'zlari davolni ekan. Podpiska bosishni unutmanglar, kengishroqcha aynan siz bo'lishingiz mumkin.